Hazır torbet layihalash darsi. Bu torbet layihalash darsida avval mındaq torbet layihalash uchun qo'yilgan bir qancha shart bor. Birinchisi chuqum torbet layihalash sistemasi yoki shuningga o'xshash surat bir taraf qilish sistemasiga munosabatli universal bilimga ega bo'lishimiz kerak. Yolg'iz bir program tilini uqqan qilamkin o'lchamli torbet layihalash chiqarmaymiz. Ikkinchidan mulozimatlar boshqarishni bilishimiz kerak. Burunqi HTML betlar tinch holatdagi betlaydi. Ya'ni HTML holatdagi bet qursak, tinch holatdagi bet qurdik. Biroq biz hozir ASP deb tor bekat qurmoqchi. ASP deganimiz Action Server Page deganni ko'rsatadi. Ya'ni mulozimlarga ijro bo'lgan program til deganni ko'rsatadi. Shunga u faqat bir mulozimlarga tayinib ijro bo'ladi. HTML betchi odatda men mousening o'ng knopkasini chekib bir text widget qurdimmi yoki shundaqmi? Buni index htm deb qo'ysam bu bir tor bekat widget bo'ldi. Yana bu yerda qo'zg'atsam bir oq bet qo'zg'aladi. Aqbat qo'zg'aldi-ku, index html deydigan. Buningda biror sharoit, shart talab qilmaydi. Ya'ni bu tor ko'rgishning o'zida ijro bo'ladi. Tor ko'rgichga qarta yuklandi. Ham bu tor ko'rgich deganimizning o'zi mushu Internet Explorer shu'g'i. Tor ko'rgichningki navbatdagi yuzida ijro bo'ladi. Buning alohida shart, sharoit bo'lishi talab qilinmaydi. Shuning uchun bu faqat bir betning ichida qanday material bo'lsa, shu material shu holat bilan ko'rinadi, harakatchi holat bo'lmaydi. Endi ASP deganimizni biz mulozimlarga ijro bo'ladi, ya'ni mulozimlarda mash abonent ig'izga, ya'ni abonent uchiq qarta mulozimlarga uchurni yo'llab birdi dedi. Bunda bo'lsa, mush betning o'zini men amaliyot ichida HTML kodi bor-ku, meniki. ASP deb qo'ysam, bu ASP widgetiga aylandi. Yani Action Server Page widgetiga aylandi. Buni men ocholmayman. Ochsammi, mana internetda tor ko'rgichda ochsam, saqlang deydi. Demak, bu cho'qim bir mulozimlarga saqlab bergandan keyin, ondan keyin qo'zg'aladi bu. Mulozimlarga talab qo'ydi. Menga bir mulozimlar bo'lish kerak. Ondan keyin men mulozimlarni ijro qilib turib, ijro bo'lgandan keyingi narsani abonent uchiga yana mavi Internet Explorerdagi tor ko'rayotgan abonentninki uchiq qarta yo'llab berma, ondan keyin ko'ralaydi deydi. Endi mayli qandaq bir programma tili tuzilgan bo'lsin, mayli qandaq bir dangliq programma tilida ishlagan bo'lmang, bu cho'qim Internet Explorerda HTML holatida ko'rindi. Ya'ni tor ko'rgichningki shu abonent uchiga HTML holatida bordi. Demak, siz index ASP degan mush bir hujjatni mulozimlar qo'yib qo'ysangiz, Internet Explorerni ochgan vaqtingizda yoki ma'lum bir tor bekatni ochgan vaqtingizda shuning index ASP degan birinchi hujjati qo'zg'alib torbetning ko'rilganining o'zilamkin sizga abonent uchiq qarta HTML kelganini ko'rsatadi. Ya'ni orliqda aylanadi. Ammo shu HTML aylanish uchun shu mulozimlar ta'minlaydigan mulozimlarning ichida ijro bo'ladigan mush programma tili shu xil sharoitni hozirlagan bo'lishi kerak.